Xayrli kun balalar, bizning topshirig'imizga rahim etiniz. Kayflaringiz nechuk? Aybat, Allohga shukr. Meniki de bek yaxshi do'stlarim. Bugun men sizga karta olib keldim. Ul bizning planetaning kichraytirilgan modeli. Ayda güzel kartani qarab olaylik. Balalar, siz kartadan nindi tuslarni ko'rasiz? Zibarjat. Men ko'lam yashil tus. Yashil tus durust. Zinnur? Zangar. Zangar tus hamda endi qo'ng'ir tuslar uchraydi bit. Endi qaysi tus yoshiroq uchraydi bunda do'stlar? Qo'ng'ir. Qo'ng'ir, endi yoshiroq uchraydi zangar tus. 70% okean suvi olib tura, yilg'alar, dengizlar. Shunga ko'ra endi zangar tus yoshiroq uchraydi. Yashil tus siyragroq. Ne uchun deb o'ylaysiz? Потому что он ulma. Durust balalar. Ey do'stlarim, o'rmonlar azroq. Chunki yong'inlar bo'la, ağaçlarni kesalar. Ne uchun ağaçlarni kesalar deb o'ylaysiz? Yasar uchun. Uy yasar uchun durust. O'tin olishar. Ey, ham qog'oz yasaylar ağaçlardan do'stlarim. Siz shuni bilaydingizmi? Balalar, biz kun sayin qog'oz bilan qo'llanamiz. Qog'ozdan narsalar yasalgan? Kitaplar. Kitaplar, durust, tag'in Daftarlar. daftarlar, tag'ida narsalar? Dokumentlar. Dokumentlar, Qog'oz oqshalar. o'qshalar, albatta durust do'stlarim. Biz o'qiy turgan kitaplar, biz yoza turgan daftarlar, biz qoriy turgan albomlar boshda og'ash bo'lganlar. Yo'fraq yorib, jilda shovlab, jirda bosib turganlar. Ondan olarni yiqqanlar, shopqanlar da kiskanlar. Mashinalardan o'tkazib, yuqa qog'oz etganlar. Oldimda shista oq qog'oz. Nindi o'g'ashdan ekan? Qoyindanmi, noratdanmi, alla usoqdanmi ekan? Onun o'rnina yong'ani kimdir o'tirtgan ekan? O'ylab turdim da yosadim qog'ozga bir imanni. Yosadim da men imanning shabin, mena deganni. O'sha ko'kka deganni, mangu o'sib tururliqni, qush uya qururliqni ko'rgan kishi shotlansin. Qog'ozdagina bo'lsa da tag'in bir og'ash ortsin. Bu motor shi'r Raul Abiy Fayzullinni bo'ldi. Aqllilarim, nechuk o'ylaysiz? Kishilar har vaqt qog'ozda yozganlarmi? Burungi zamonlarda kishilar qo'yin tuzi, papirusda, bolshiqdan ishlangan taqtalarda yozganlar. So'ngroq qog'ozga ko'chganlar. Papirus yoki qog'ozni o'ylab topgancha qog'oz xizmatin bek og'ir bolshiq taqtalar o'tagan. Ondi taqtadan ishlangan kitoblarning og'irligi 100 kilogrammga yetgan ekan. So'ngidan papirus ham qog'ozga yoza boshlaganlar. Onlari kitob etib tikkanlar. Burungi Misrlar yozuv uchun papirus qo'llana turgan bo'lganlar. Papirusdan keng uzun tosmalar yasab, ushli toyoqni bo'yovga manib, shunga yozganlar. Bo'yov kipkashindi tosmalarni turib qo'yganlar. Avropa kishilari yozuv uchun pergament degan bir o'ylab topganlar. Uni buzov ham soriq terisidan ishkartib yasaganlar. Qog'ozni Xitoyda o'ylab topganlar. Uni eski shupraklardan, yaroqsizga aylangan baliq tutuv yetmalaridan, og'ash qo'yrisidan yasaganlar ekan. Shushularning borisida voqlaganlar, ham suvga solib butaganlar. Butqa siman massa kelib chiqqan, uni yuqag'ina itib, bambukdan yasalgan ilakka solganlar. Suvi og'ib tushgach, ilakda yuqag'ina qog'oz massasi qolgan. Uni kiptirganlar. Uzoqlamay g'arablar dunyosida da qog'oz yetishtira boshlaylar ekan. Kitob bosuv mashinalari borliqqa kelgach, kishilar qog'ozni og'ashdan yasab qaraganlar. Ham bu usulni o'ng'ay deb topganlar. Mana shu zamonlardan beri qog'ozni og'ashdan yasaylar. Hozir qog'oz ishlab chiqaruv kundan kun orta.
Әмма планетада урман әзәя бара. Бұлай булса, bir вакыт урманнар бүтүнләй бетәргә мөмкин. Шуңа күрә галимнәр агачка алмаш эзлиләр. Кагазны пыяла һәм таштан, синтетик җипсиләрдән, полимерлардан ясап карыйлар. Тотылган кагаз макулатурада яңадан кагаз ясау өчен китә. Аннан бик яхшы сыйфатлы кагаз килеп чыга. Дусларым, хәзер мин сезне оригами ясарга өйрәтәм. Оригами ул кагаздан ясалган уенчыклар. Оригами безгә Япониyaдан килгән. Ори ул кагазны аңлата, ә ками ул тизәргә дигән мәгънәне аңлата. Әйдәгез әле, дусларым, ясап карыйк әле. Менә шушындый матур-матур көймәләр ясадык без. Сезгә ошадымы? Әйе! Ошады. Дуслар, сез дә үзегезнең өегездә матур-матур көймәләр ясап карагыз. Ә инде бүген нәрсә әйтәсе килә? Яшел урманнарны, киң болыннарны саклыйк, табигатьне яратыйк. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.